69 ta bolani o'zi tuqqan ayol haqida eshitganmisiz? Umuman 27 marta homilador bo'lgan. 16 ta ikkitadan egizak. 7 marta 3 egizak, 4 marta 4 egizak dunyoga keltirgan. Va bu shu uchun Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Valentina Vasilyevna 18 yoshida 1725-yilda eri Fyodorga turmushga chiqqan. Va shu bilan uning baxtli hayoti boshlangan. Tasavvur qiling, 69 ta bola. Har kuni ularga ovqat pishirish, orqasidan tozalash, yuvintirish, kiyintirish, ularning kasal bo'lishi bor, yiqilishi bor, urushishi bor, talashishi bor va yana buni ustiga doim homilador bo'lib tursangiz. Tavba qildim. Erkak kishiga baribir, ayol kishining organizmi tamom bo'ladi-ku. Bunaqa rostdan ham Valentina 52 yoshida tamom bo'lgan ekan. Xotinsiz qiynalib qolgan yaramas Fyodor esa yosh Annaga uylanib, yana 18 ta farzandli bo'lgan ekan. Bo'lish mumkinmi yoki yo'qmi? Siz nima fikrdasiz? Balki bu hikoya yolg'on. Aniq javobni olish uchun 2013-yilda katta tergov uyushtirildi. Natijasidan shokka tushdim, to'g'risi. Keyingi reelsda to'liq gapirib beraman.